So'z chiqqan yuqori ham gazeta bilan aktiv xizmatdashiligi uchun Shavkat Galiyev ismidagi premiya bir ulkan yozuvchiga berildi. Sahnaga Bovor yozuvchisi Olmaz Imadiyevni chaqiramiz. Ondan sonra etekiler sağlar birliği bir olmalı bir türlüğünde tutturur. Bu bizden en dinamik yolculardan birisi. Hemen de Boğamar'ın en kızıklı yolculardan birisi. Tutanım rağmen Allah'tan boşandık gerçeği. Çok sık tarihi fotoğrafların kullanılan bu acayip işi, bulduklar, bir terbiyeli, hem de Boğalar için bir motor eserler var. Çok yıllar boyu. Benimce Olmaz'a bir yıl Shavkat Galiyev'sindeki premiya verildi. Bizim ustalı Metin Shavkat abi Olmaz'ı kulay bildi. Benimce bir en nadir işlerden birisidir. Elbette Olmaz abi sizge. Hayırlı günler barazana. Bek zo'r rahmat shular meni hurmat etib chaqiryapsizlar. Kumush Qing'ir gazetasi degan şimdi bu gazetaga yozilishi har o'quvchi bizga bek qadrli. Chunki ular 5 yildan bizning gazetalarga yozuvchilar boshqalar, sonra gazetalarga. Endi Kumush Qing'irga yozuvchi ular tog'i da qadrlagan. Ular endi 5-6 yildan populyar jurnalistlar bo'lacaklar. Bizning zo'r matbuotda Şuan göre bu gazetini bir katta saklarga gerek, üstlerge gerek. Biz birge tırızarak önemli sizin buraya. Yani bizim sizge şöyle tertip ideyalar, proyektlerimiz da var arkadaşlar. Endi Shavkat abiga kelgan o'shaqda men ustozim meni yo'l ko'rsatgan kishi, meni endi birinchi kitobima kirish so'z yozgan kishi. Onun bilen zoqlab, söylashib o'tiravergan zamonda har narsaga ilm ishi bir tiklab kengashlar beradigan oliy ustozlar hozir biksigan. Shunga ko'ra Shavkat abini istovi bugun tag'in bir martaba kechak Ro'xonadaga bo'lsan, kechak so'payga kirishib mitingda qizi yana undan eslashib qoldik. Bek zo'r rahmat sizga. Alsu apa Shavkat abining kitoblarini berib jiberdim, o'zim shoqatdim. 63 yillarda bosilgan kitoblar, ular mana shunday eligina bugungina to'g'ridan chiqqan shekilli bit motor kitoblar. Ularni biz olib keldik, bolalarga sizga tarattirib beramiz. Anasi bizning o'zimizning Shavkat abi mana buni yarat. Şulay biz o'zimizning redaksiyada ishlar qildik. Shavkat abining bir she'rini raskalar anda ko'palar. Şulay hammangizga yetarli. Yaraymi shunday ishlar sizga. Keling. Tağlar bize düşürdüler, zıplaya olaysa olur. Kribil derisi var. İsterlikle fotoğraf düşeriz elbette. Bek zo'r rahmat sizga. 91 diktatörler, ribalar ayet gerek yok. Olmaz Imadiev sizni sahnada Zardobiz rahmat qilganligingiz uchun. Fotiha Bey sizni sahnada qolishingizda so'raymiz. Sizning davlat bir muhim vazifangiz bor. Kumush Qing'ir gazetasida 2021 yilda bosilib chiqqan yozmalari ham gazeta bilan aktiv xizmatdashligi uchun Shavkat Galiyev ismidagi premiya ham yosh xabarchi toniqligi Qozon shahri 2-gimnaziyasining 9-sinf o'quvchisi Ilyuziya Sabirovga topshirildi. Ilyuziyani sahnaga chaqiramiz. Bek zo'r rahmat sizga. Qo'llarimizni olishdan birinchi davlat atamiz. Hozir sahnaga Shomil Kichik gimnaziyasida ishlab kelgan To'sin teatri qizlari Zila Abdulina bilan Noila Valiyeva
zarba atamiz. Kumush Qumroq gazetasida 2021 yilda bosilib chiqqan yozmalari hamda gazeta bilan doimiy xizmatda ishlagan Shavkat G'aliyev ismidagi premiyani topshirish uchun sahnamiz tilida Aydarish rayoni Modalash maktabining 8-sinf o'quvchisi Azariya Saripovani chaqiramiz. Azariya bizni zalga uzatamiz. Kumush Qumroq gazetasining 2021 yilda bosilib chiqqan yozmalari ham gazeta bilan doimiy xizmatda ishlagan uchun Shavkat G'aliyev ismidagi premiyani topshirish uchun sarflagan Aymat Shakarning birinchi gimnaziyasi o'quvchisi sinf o'quvchisi Diana Farhadiyeva chiqamiz. Bo'laklarimiz sessiyasi chog'ida istalgan foydalanishni haqiqatda bog'lab xizmatlarimizda bizdan nazarda bizning rahmat sizni boshlig'imizda. Endi o'sha tamomlovchi hem sizga rahmat so'zlaringizni aytishim mumkin. Boyimizga deymi? Eng birinchi albatta sponsorlarimizga. Ular shu kunni shu avval vaziyatda de bizga qo'shish uchun imkon topdi. Alfiya xonim sizga, Ayimma xonimga, deymi? Andan so'ng shahriy sho'g'li maydon gazetalari bizga tashrif buyuradigan dem ko'rsatdi. Endi shu september yordamda O'zbekiston endi katta bizni qo'ymaganlarmi? Andan so'ng Fokilomiz sizga yuz rahmat. Endi siz har vaqt Kumush Qumroqni bu Fokilomizni qidayib bo'ldi darajada ham bizga vaqt aniqlashtirgan biz qo'yarma shuga bosada bu bizning gazetalarni olib boraylik. Hech cheksiz ham narsalar bo'lsa aytmishi qolmaydi, ma'lum komilinde. Olmaz sizga, siz endi mana bizning redaksiyada shunday qiziqni deyman. O bizim bir balaslar, bizim bir bitindelevi sahife hem bolalar bizim bolalar için eserler biliriz bitindanda. Hem şunda bizden en aktual, en biz yaratkan, hem bolalar yaratarak şangan hikayeler elbette olmasını kıvılaydı. Hem rahmet olmaz. Ondan sonra mesela başakta kriptofiler bizim de kitapta olmalı. Geçikke bir bu mitologlar bile bulan. Şimdi ben Minancık Tibet'ten gazeteler tekşirelerde, onlar bütün güzelçilik ülkelerde var bir uyuşmaları. Hem bizim de olmaz aşağılarımızda olmaz şurada özgerti geldi. Bu size özgertiniz değil. Ne şimdi biz anlamıyorum şimdi işte var. Ondan sonra akşamlar gazetelerinde bizden de bir olmazdan çıkmaydı. Akşamlar bizden gazetenin ayıklamalarını ne ansı işte rahmet olmaz var. Radyo Serbiya rahmetinde şuşundur kızlar işte arada ikincisi de bizden aktif habercimiz bu adı şanamız. Ondan sonra da rahmetlerinin doğru en zorusu elbette bizim Şollu mekteplerine, Şollu şehir hakimiyetine, Şollu Megali İdaresine, değil mi? Bizde böyle şu bir neşe total mektebinde biz oyuncu aktif işliyoruz şimdi. Bizde İlledötüncü mektep bu bizden en yaratkan mekteplerimizden birisi. Ne şu nedirler jubilelerin birlikler 30 yıllık jubilelerin من هذا الصحنة جيش وفلسطين كله مكتب ديريكتور أمير روبرت أولر إسرائيل. أمير efendim ben şu rahmet etmiş olan günlerle Bugün Tatmediye bizim biteli bizim gazete Tatmediye kolanlarından gazete bitin do Tatmediye derine biz gebulekler ezelep jiberdilerinde değil mi? Hem de Tatmediye genel direktör biz
Şamil Efendi'ye rahmet. Hem de bundan elinizi tutayım. Onun kızıklı çalışmaları biz yıl sayıp alışıyoruz. Şimdi mahsus. Buna şuşunda yılgan jurnalistler tuğuna kastil ezmi kupma jurnalistik toylar kızıklı fikirleri. Hem bizimiz bilesiniz. Bu bitinde bizim kadigine jurnalist değil. Aynen. Biz hani bağırımızda yaratırız. Hani kızıklı bizim içerikler hem bir nesile bir taraf kola olmadan ve şunu kızıklı yazmalar. Şimdi aktiviteniz. Hayırlı gün, hürmetli kollegalar, konaklar, kuşlar, etiyeler. Sizden indi barınızga da bir zor rahmet. Şunday kişilerle zorlap hürmetler bizning gimnaziya vakilibizga, maktab bazasında bizning Yoshlar shahrida bir ko'p choralar o'tkaziladi. Biz ikshotmiz. Sizni shu binada qarshi olishingizga, endi o'g'atda va barimizga da omadlar tilayman. Barliq ulkan o'zimizning kollegalarga, ham yozuvchilarga, ham bizning yosh haberchilarga barimizga da omadlar tilaymiz. Ham endi oldagi görüşüler vaqtında şu zallarda tağında ko'rak kelib, tağında yaxshiroq qatnashib, motorlar ko'rsatkichlarga erishishimizni tilab qolaman. Baringizga da bir zo'r rahmat. Ham endi choramizni tugallar oldidan men aytib kelyapman ki, endi ilk bo'lirishi oshxonaga endi terilarni ham o'qitishlarni o'qishlari sheyshirga chaqiramiz.